Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yine bizning hovuzimiz xudo qalasa ilon baliq tashlashga tayyor turibdi. 10 metr 7 metr joyimiz. Bu yerga xudo qalasa 10 jup ilon baliq tashlaymiz. Chuqurligi yarmi 1,5 metr, yarmi 2 metr. Bize 1,5 metr 2 metr etken sebebimiz bunu cho'nqur joyi ertaga yozda havo qizib ketadi. Qizgan vaqtida ilon baliq o'zi xohlagan temperaturada bo'lgan joyga borib yotadi. Cho'nqur yeri salqinroq bo'ladi. Bu 1,5 metr yerimiz esa issiqroq bo'ladi. Havo salqin vaqti issiqroq yerga kelib yotadi. Keyin bu yerga dafna tashlaymiz. Обязательно dafna bo'lmasa bo'lmaydi. Ertaga ilon baliq lichinkalari chiqqan vaqtida lichinkalari dafnadan boshqa narsani yeb bilmaydi, kichkina bo'ladi. Hali bir-birini yeb qo'yishi mumkin. Ilon baliqlar patera bo'lib ketadi. Lichinkalari och bo'lgan vaqtda bir-birini yeb qo'yishi mumkin. Shuning uchun dafna tashlaymiz. Обязательно dafna bo'lmasa bo'lmaydi. Xudo xolasa yaxshi niyatda boshladik yine.